agar manga suv hozir emas, lekin doimiy kelib tursin desangiz, quduqni sabr bilan, toqat bilan chidab qolsangiz, 10 metrda chiqadimi, 20 metrdami, keling 60 metrda chiqsin. Agar chiqsa suv, Xudo xohlasa chiqadi. Suv bor, chunki necha metrda bo'lsa ham chiqadi. Chiqarsangiz suvni, Xudo xohlasa umringizni oxirigacha u quduq sizni suv bilan ta'minlaydi. Siz qilayotgan ish ham o'zi aslida shu. Agar hozir qanaqadir yo'lga otlangan bo'lsangiz, shifokor bo'lmoqchisiz, biznesmen bo'lmoqchisiz, buxgalter bo'lmoqchisiz, umuman farqi yo'q. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, hozir pul topaman desangiz, agar maqsadingiz o'ladi va yana boshqa sohada keyin qidirishni boshlaysiz. Nima sohada yursam ekan, qaysi sohada pul bor ekanini, jo'ralaringizni qudug'iga qaraysiz. O'rtoqlaringiz qudug'iga qaraysiz. Sanda suv chiqdimi? Ha, qo'ying uni qudug'ini. U quduqqa qo'ying. Siz o'zingizni qudug'ingizni yaratishga harakat qiling. Qachongacha birovni qudug'idan suv olasiz? 1 litr ber, 5 litr ber. Qo'ying, o'zingizni qudug'ingizni yaratishga harakat qiling. Bugun mana shu haqida ozgina gapiramiz.